Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdullah Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qib, oldingi qismda Podshohxonning Haydar Bagni o'ltirgan generaldan o'ch olmoqchi bo'lib Moskvaga kelganligi, generalning ayolining amroq itini o'g'irlash orqali bu oilaga yaqinlashmoqchi bo'lganligi, gazitchi bolalarni itni o'g'irlashga salgan yeriga kelib to'xtagan edik. Әмді davomini o'qiymiz. Muşu tapda hiliqi tayoq yegan bola yo'lning chetidagi eriqning bo'yida mukib turib, gazitchi bolani zangsilib kuzatayotdi. Gazitchi bola itni ko'tarib chiqib, qarovulning ko'rib qolmasligi uchun darvozaga yaqin yerda mukib turdi. Hiliq bola uning chiqqanligini ko'rgandan keyin o'rnidan dast turib, oldin ala deyishvolg'ini bo'yicha uzun bir gal pichoqni ko'tarib, yana ikki balaning oldiga qaytadan jiddallashgili vaqirab keldi. Aka ufka ikkilan pichoqdan qo'rqib qarovulning qishiga berib oldi. Pichoq ko'tarib olgan bala hozirla aka ufka ikkisini o'ldirib yutilgandek alpozda balalarga o'zini otdi. Qarovul askar ularni nihoyat tasda ajratdi. Gizit sotadigan bala bu fursatdan foydalanib, quchug'idagi o'moq itni ko'targanicha darvozaning kichik eshigidan yana bemalol chiqitib oldi. Podshohxon gizitchi bola bilan deyishgan joyda dal vaqtida molni qo'liga topshirib elib, bolani obdan rozi qildi. Bala ömrüdə bundaq jiq pulni ko'rib baxmağaçqa, Podshohxonning yenivelishidan qo'rqib pulni elibla darhol tikivetdi. Generalning xonimi 40 yoshlarning qarsini olgan chiroyli ayol edi. Ularning ikki qizi bo'lib, cho'ngi 17 yoshlarda, kichigi 15larda edi. Ularning har ikkisi Amerikadagi bir yatoqliq maktabda o'qiydi. General әтidin kechgacha xizmat ishi bilan aldirash yurgashga, xonim bu paqpaq it bilan kun bo'yi birga bo'ladi. Shu sababdimi u bu itni jinidan aziz ko'ratdi. Xizmatchilar itni izlab dojining bulung pushqoqlarini qoldirmay aqtirib baqdi. Xonimning gilidan tamoqmi o'tmadi. General maxsus odam tashkillab ko'ch-ko'ylargacha izlab baqdi. It tepilmadi. 3 kungacha xonim sarangdek bo'lib yostiqdan beshini ko'tarmay yig'ilganchilik qildi. 4-kuni saharda xonim o'jirsida o'moq itni o'ylab o'ltirganda, to'yiqsiz uy xizmatchisi ayol kulgunicha yugurib kirib, xonimga xo'sh xabar yetkazdi. Xonim, Oqmarjon u tepildi. Nima? Nima dedi? Oqmarjon u hayotmikan? Xonim xo'sh bo'lgandan o'rnidan turib xizmatchining oldiga bordi. Oqmarjon qani, u nerda? Uni bir yigit gullikda tutib turdi, deb xizmatchi oldirab xonimni ilib mangdi. Xonim gullikda burti amdi xat tortgan chiroyli bir yigitning oq marjonni quchug'ida tutib turganligini ko'rib, xo'shalligidan to'g'livatdi. Oq marjanmu xonimga bekla amroq edi. U xonimning ovozini anglab Podshohxonning quchug'idan sakrab tushib o'zini xonimga otdi. Xonim ko'zlariga yosh ilib oq marjanni quchoqlab suyishga boshladi. Birdamlik ana balaning qizg'in ko'rishishidan keyin xonim yigitga rahmatini bildirish uchun uningdan ahvol so'radi. Sizga nima deb rahmat aytsam bular yigit? Oq marjan sizga qanday bo'lib uchrab qoldi? dedi xonim Podshohxonga qo'lini sunib uning bilan ko'rishgach. Tünügün ko'chada ketayotsam, qeri bir haraqkesh buni olg'in deb turib oldi. Pulisini so'rsam, osmoni gap qildi. Qarasam bu oq marjining shundoq o'moqkan. Uningga ichim og'rib, yenimda bor pulning hammani chiqarib buni setib oldim. Atdeganda bo'yniga zanjir silib yo'lda yetilab menyotsam, oq marjan o'zi mushtarabga minib meni bu yerga boshlab akeldi, dedi Podshohxon aptopdek kulib turib yolg'onni rostdek qilib. Yuring, uyga kirayli. Siz meni ajoyib xo'sh qilyaptingiz. Sizni nima deb atayman, yigit? Xonim Podshohxonning qo'lidan tortib uni zalga boshladi. Ismim Vladimir Siriyevich, xonim. Vladimir deb atavering, dedi Podshohxon zaldagi yumshoq sofada tortinib o'tirgan holda. Uy xizmatchisi ayol angacha choy ko'tarib kelib, ularning yoniga taq bo'lib turdi. Qani, men sizga o'z qo'lim bilan bir choy tutay, Vladimir. Siz qayerda turasiz? Nima kasb qilasiz? Xonim Podshohxonga nihoyat qiziqqan holda uningga qizg'in muomala qilyotdi. Men yiroq sahrodan ish izlab kelgan xonim. Shaharda bir tog'am bor edi, dedi Podshohxon bichora qiyofatda xonimning o'ziga hislashig'ini qo'zg'ash uchun. U bir katta boyning dachisida menga uy xizmatchiligini tepibdikan. Lekin u yerda ishligusi borlardan men yolg'iz emaskanman.
U yerda tizimlatqanlardan 5-6 bor o'xshaymiz. Endi oldimizdagi oyda hammamizdan amaliyotdan intihom oldigan o'xshaydi. Hey, sizdek bir yigit uy xizmatchiligiga zoyi ketisiz emasmi? Dedi xonim Poshshaxonning kelishgan bo'yi-basti ham chiroyiga qarab ich og'irdi. Men bu yerga ilib qolay desam, yo'ldoshim harbiy amaldor bo'lg'achqa, bizning uyga keladigan xizmatchini bosh shtab o'zi tekshirib, o'zi taqsimlaydi ekan. Bo'lmasa, yaqinlarimga deb sizga boshqa yerdan bir ish tepib beraymi? Vilodim Rabbandi. Rahmat xonim, dadam bekla joyli odam. Umi uy xizmatchisi edi. Mushu ishni qilmasang bo'lmaydi deb turib oldi. Endi qandoqmi qilamiz? Dedi xonim tanglik tatgan holda. Navoda xonimga ig'ir kelmasam bir talabim bor edi, aytsam bo'lamdi. Ha, davring yigit, dedi xonim kulib turib Poshshaxonni qo'llab. Navoda ma'qul ko'rsiz, dachig'izga kunda atdigan kelib uy xizmatchilaridan ba'zi qoida usullarni o'rganib olsam, kechga yaqin qaytib ketsam, 2 hafta ichida nurg'un narsalarni bilib olatdim. U chaqda ularning dachisiga kirib ishlashimga gap ketmaydi. Sizningcha bularmi, xonim? Ha, bu oson gapkan. Shundaqdimi bu ishni men bizning generalning samiga bir silib baqay, atdigan deb u ishqa minishdan burun bu yerga kelib bo'ling. Sizga chuqum yaxshi javob qayturman. Poshshaxon xonimga rahmatini bildirib o'rnidan turdi. Xonim yondagi so'mkadan bir qizil portmolni ilib, ishidan bir tutam pulni sug'urib Poshshaxonga tangladi. Poshshaxon odamgarchilik qilib pulni olg'ili unmadi. Xonim jahillik bilan uning qo'liga bu pullarni tutqizib olmasa xafa bo'lib qoldiganligini aytdi. Poshshaxon pulni tasda olgan bo'lib, xonim bilan xo'shishib dojidan chiqib ketdi. Ertesi seherdə Poshshaxon dachining oldiga kelib, qarovul askarga ahvolni aytdi. Qarovulning bundan xabari bor edi. U Poshshaxonni kirgizibdi. Poshshaxon gullikda xonimning xabarini kutib turadi. Shu topda haybatlik harbiy formalarini kiygan Haydar Oltiqo'lning qotili, Turkmenistonni uchiq oshkora bulang-talang qilgan qaroqchilarning biri bo'lgan general Grigevich xizmat so'mkasini ko'targanicha aldirash chiqib keldi. U eshik tuviga chiqib gullikda saqlab turgan Poshshaxonni ko'rib, xonimini chaqirdi. "Osh yigit shumi?" dedi general xonimga Poshshaxon mansitmaslikdan ko'rsatib turib. "Ha, osh yigit shu", dedi xonim eriga qarab kulib. "Bu yoqqa kel yigit", dedi general mug'ambarlik bilan Poshshaxonni hiniga chaqirib. Poshshaxon yugurib ularning oldiga keldi. Sen ailemizga so'riq xizmat ko'rsatding. Qoida bo'yicha bizning bu turalg'imizga bizning tuqqanlarimizmi kirolmaydi. Xonimimning hurmati uchun seni 2 hafta bu yerga elib qolayli. Ko'zingni ichib ol, deb so'g'uq kuldi general ma'nganicha. Rahmat general, dedi Poshshaxon xush bo'lgan qiyofatda. Shunda qilib Poshshaxon uy xizmatchisiga yordamlashib, qo'liqi yumshoq praktika o'quvchi bo'lib ishga tushib ketdi. U uy ishlarini qilish jarayonida xonim bilan mungdishib o'ltirdi. General o'zi sirtda to'la o'ynab yuradigan axloqsiz kishi bo'lg'achqa, xonimi bilan birdan paranglashib o'ltirishga mayli yo'q edi. Bechora xonim barliq dardni ichida saqlab yuratdi. Umu sog'lom yosh ayol kishi bo'lg'achqa, erlarning yeniga kelishni xohlaydi. Afsuski, bu oilaning inovati nihoyat yuqori bo'lg'achqa, xonim erining yuzini to'kishni xohlamaydi. Xonim Poshshaxon bilan paranglashish jarayonida borgan sari uningga ijil bo'lib ketdi. Çarşamba günü seherdə Poshshaxon generalni yo'lga silib qo'yib, zalga amdi kirib o'ltirishi to'liq qurollangan bir harbiy yigit zalga kirib keldi. Poshshaxon uning xonimni qo'g'dab sirtqa chiqilgan harbiy shofir ekanligini obdan bilatdi. Poshshaxon oshxona uydan bir istakan qiziq choyni ilib chiqib, harbiy yigitga tutdi. Yigit 30larning qarsini olgan, qaramaqa nihoyat takabbur harbiy edi. U Poshshaxonning bekla qalmashgan bola ekanligini ko'rib, qasdan uning chiyini olmadi. Poshshaxon miyig'ida kulib choyni uning oldiga qo'yib, yonidagi bir istakan hasal aralashtirilgan sutni ilib, xonimning hujrasining eshigini yenik chekdi. Xonim uxlash kiyimi bilan chechini taravatadi. Xonim uning kirishiga ruxsat qildi. Poshshaxon kirib patnus bilan sutni xonimga tanglab turib, shofir yigitning saqlab qolganligini aytdi. Xonim Poshshaxonga kulib qarab sutni pak-pokiz ichib keyin chechini tuzashtirishga boshladi. Aradan necha minut o'tmay darvaqa sutga aralashtirgan hormonliq dora
ta'sirini rostala ko'rsatishga boshladi. Xonim o'zicha kulib ko'zining quyruqida Podshohxonga sapsilishga boshladi. Podshohxon buni sezib chandurmay eshikdan sug'urilib chiqib, shofir yigitning oldiga berib, uni xonimning chaqirayotganligini aytdi. Şopir yigitmi gavdilik ham qalmashqan kishi edi. U Udul xonimning hujrasining oldiga berib eshikni chekdi. Xonim uning kirishiga ruxsat berdi. Xonim angacha bir qisma bo'lib ko'zi xumorlashib, karvatga o'zini tashlab, o'zining zodi nima bo'lganini bilolmay bishi qayg'andek bo'lib yotgan edi. Şopir yigit yattaq uyga kiribla xonimning uxlash kiyimi bilan nozinib yotganligini ko'rib sal jiddilashib, qo'rqib qoldi. Lekin xonimning uxlash kiyimidan bilinib turgan badallariga qarab yuragi sal-pal o'ynab qoldi. Xonim tunji qitim shopirning naqadar qalmashqan yigit ekanligini bilgandek, uningga qaytadan zang silishga boshladi. Shopir xonimga rostilla bak qalmashqan ko'rinib ketdi. U shopir yigitga qarab illiq kuldi. Ondan o'rnidan dast turib yotoqning eshigini o'zi berib yepib qo'yib, shopirning hiniga keldi. Birer saatler qalmay şopir yigit halsizlangan halda xonimning hujrasidan chiqdi. Xonimi birdamdan keyin ko'ngli intayin xush bo'lgan holda zalda paydo bo'ldi. Ular bir-biriga ko'z biqishib, yangi tunishgan bir jup oshiq ma'shuqdek oq marjonni ko'tarishib sirtqa mengishdi. Ishlar Podshohxonning planidek o'ngishliq ketib beryotdi. Yana bir chorshanba yetib keldi. Bu Podshohxonga nisbatan eng oxirgi ham eng muhim kun edi. General yanala odatdagidek ishqa mangdi, lekin bu qitim u xizmat sumkasining o'rniga uydagi tamga o'rnatilgan cho'ng bexatar sanduqdan 4 atrofi tumirdan yasalgan kichik tumir chamadonni ilib mengyotdi. Uning bu kichik tumir chamadonni sol qo'liga ko'yza bilan chetilib mang'indan qaraganda chamadonda oltindimi atva qandaqdir bir boylik bordek qiladi. General cho'ng darvoza oldiga chiqishi heliqi mug'ambar shopir yigit general bilan salomlashib gullikdan kirib kelyotdi. Podshohxon yanchuq soatiga qaradi. General yarim soatdan keyin o'zining ishtabdagi ishxonasiga bora oladi. Şopir yigit zalga kirib Udul xonimning hujrasiga kirmoqchi bo'ldi, chunki ular oldingi chorshanba kuni bozorda shundoq bitishib bo'lgan edi. Xonim sizni birdam gullikda turib tursin, men chaqirganda Udul hujramga kirsin deydi, dedi Podshohxon ho'yildagi gullikda shopirning oldini to'sib. Shopir hujramga kirsin degan so'zni anglab bu gapning rostligiga ishonib, qadamini to'xtatib gullikni taqozolik bilan aylanishga boshladi. Podshohxon qadamini iktilib oshxonaga kirgandan keyin ilgirgidek sut bilan hasalni tayyor qilib taq qildi. Ondan soatiga qarashga boshladi. Podshohxonning yuragi mushu topda soatning sekund striksidimi tez silyotdi. 10 minut, 20 minut, 30 minut general alohazal ishxonasiga yetib bordi. Podshohxon xonimning eshigini chekib, asal aralashtirilgan sutni xonimga akirib berdi. Bugun xonim eng chiroyli uxlash kiyimi bilan o'ziga girim qilib o'tirgan edi. U Podshohxonni ko'rib o'zining xo'shligini uning bilindirmay, shopirni aldirab so'radi. Podshohxon ishlarning texmi o'ngishli bo'lishi uchun sutni xonimga tanglab turib, shopirning gullikda saqlab qolganligini aytdi. Xonim sutni gupildatib ichib etib turib shopirni chaqirib etishni aytdi. Shopir bu qitim xonimning eshigini chekmayla kirib keldi. Podshohxon xonimning hujrasiga yiroq bo'lgan zaldagi telefon trubkasini qo'liga ilib, generalning ishxonasining nomerini burashga boshladi. "Vay, general Jakub Piryovishmi?" "Yo'q, men kotibi. Uning bilan jiddiy ko'rishmoqchi edim. Chaqirib qo'ygan bo'lsangiz", deb qasdan hozirab so'zladi Podshohxon. "Siz kim?" "Men uning uy xizmatchisi. Tez bo'ling, jiddiy ish chiqib qoldi." Katib nima ish bo'lganligini bilolmay ishdan amdila kirgan generalga telefonning trubkasini darhol sundi. "Vay, men Piryovich, nima ish bo'ldi?" "Vay, general bu sizmi? Darhol uyga keling. Men Vladimir. Sizning hiliqi mayor shopiringiz u qip-qizil saronkan." "Vay, nim deding? Shopir? O nim bo'pti?" deb qaytalab vaqirdi general Podshohxonning hosirab o'midab aytgan ovozdan jiddiylashib. "General, chatoq chiqdi. U shopir xonimga topanchisini tanglab, hujrasiga tortib akirib ketdi." General ishxonasiga amdi kelib qo'lidagi to'mir chamdonni texi ajratmagan edi. U bu gapni anglab g'azabdan ishtiniga chiqirayotgandek bo'lib ketdi. U to'mir chamdonni qo'lida tutgan peti chaqmoq tezligida mashinasiga chiqib, shopirga dachiga qarab tez haydashni buyruq qildi.
Şoför generalning o'ngib ketgan chiroyiga qarab, mashinani ushqandek tez haydadi. General yenidagi tapanchasini uyiga borguncha necha qitim ilib, necha qitim soldi. Generalning nazarida mashina shundoq asta mengayotgandek bilinadi. Mashina 20 minutga qolmay dachining darvozasidan kirib keldi. Podshoxon zalining darisidan bo'yla gullikida g'azabdan olchanglab kelayotgan generalni ko'rib, yugurgunicha xonimning hujrasiga kirdi. Shofer yigit xonimning visoliga yetish aldirashchiligida kiyimlerini eshikning tubiga yiqiroq yerga silib qo'yibla xonimning yeniga ketgan edi. Podshoxon oldi bilan yerdagi kamarga esilgan tapanchani g'ilopidan sug'urib ilib, shofer yigitga ullik vaqirdi. Xonim, ishchatoq general keldi. Kim? Kim keldi? Dedi shofer beshini yotgandan chiqib, ishonmagandek Podshoxonga burilib qarab. Angacha xonim qo'rqib chiqirib yotganning ichiga texmi mahkam kirib oldi. Ana qarang, general u qo'lida tapancha ko'taryapti. Podshoxon shundoq deb yonga turib berdi. Xonimning hujrasida turib zalning eshigidan kirgan odamni ko'rgil bo'ladi. Shofer yigit generalning rostilla qo'lda tapancha tutgan peti zalga kirib kelganligini ko'rib titrashga boshladi. "Hey mayor, nimaga titraysiz? Tapanchani darhol betlang, tez bo'ling, bo'lmasa ulgurolmaysiz." Podshoxon shundoq degach qo'ldagi tapanchani darhol qo'rqib gangirab ketgan shoferga tutqizib qo'ydi. Shofer yigitmi darhol tapanchasini betlab tayyor qildi. Angacha Podshoxon yerdagi shoferning ishdan ko'ngliklarini yig'ishtirib, qo'lida pomdoqlab tutqunicha eshikni yepib yutib generalning oldiga yugurib mangdi. General zalning o'ttirsidan eshib xonimning hujrasiga yiqilib qolgan edi. Podshoxon generalning oldiga yugurib chiqib, qo'ldagi kiyim-kechaklarni generalga ko'rsatdi. "General, mayor u bir sarankan. U qo'liga tapanchani ilib olib, bichora xonimni qiynab o'ldiray deb qoldi." Podshoxon o'tning ustiga yog' chechiyotdi. "Hu itning bolasi, seni qandoq qildi ekanman?" General tapanchasini betlagan peti xonimning eshigini g'azab bilan tepdi. Degandek shofer qo'lda tapanchasini tutgan holda karvatda yerim yalang'och beti titrab lag'ildab turadi. General buni ko'rib arvoyi 40 kez o'rildi. General tapanchasini shundoq ko'tarishiga qo'rqqan avval mush ko'tiribdi degandek shofer yigit oldi bilan generalga o'q uzib tashildi. O'q joyiga tegmagan edi. General shoferga qaratib o'q etishga boshladi. Shofer yigitmi o'lchamlik harbiy bo'lg'achqa generalni challab qalaymaqan eti verdi. Oshxona uydagi xizmatchilar xonimning hujrasidan chiqqan qalaymaqan o'q ovozidan yugurishib chiqib, naq maydonni ko'rib, biri shu yerda aylanib ketdi. Yana biri chiqirib berib yotgan ichida möküp yotgan xonimni yotganning sirtidan quchoqlab oldi. Yerda general qon qusquncha jon talishayotdi. Karvatdagi shofer yigit bo'lsa allaqachon onidan tug'ma holda chilliq, miliq qon ichida ko'zi uchiq ketib qolgan edi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushaygacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik.